Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, hurmatli telekommunikatsiya va axborot texnologiyalari ixlos xizmatlari. Sizlar bilan bugun biz nutq va tibbiyot signallarini qayta ishlash mavzusi bo'yicha suhbatlashamiz. Ushbu ma'ruza bo'yicha ma'ruzamiz Abdurayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti ma'lumotlar uzatish tizimlari va tarmoqlari kafedrasida olib borilayotgan tizimlar va signallarni qayta ishlash fani bo'yicha bo'lib o'tadi. Ushbu ma'ruzamizni asosiy qismi zamonaviy tibbiyot texnologiyalari va nutq tanib olish tizimlari raqamli signallarni qayta ishlashning murakkab usullari bo'yicha ma'lumotlar berib o'tiladi. Ushbu ma'ruzamizda nutqni tanib olish, dastlab nutqni qanday nutq haqida, nutqni tanib olish tizimlari haqida va raqamli ishlov berish tizimlari haqida bir qancha axborotlar berib o'tiladi. Dastlab aytadigan bo'lsak, nutqimiz bu bizni muloqot qilishimiz uchun kerak bo'lgan ovozli audio ma'lumot, audio axborotimiz bu nutq hisoblanadi, nutq signallari hisoblanadi. Endi dastlabki bosqichi qanday? Ya'ni nutq signalini qayta ishlash uchun dastlab biz nutq signalini o'zini qabul qilish, ya'ni uni qurilma asosida yoki qandaydir vosita asosida uni qabul qilish qismi tushuniladi, ya'ni signalni qabul qilish bosqichida. Bunda dastlab mikrofon orqali analog signal qabul qilinadi va bu konvertatsiya, ya'ni oldingi videolarda aytib o'tganimdek, analog raqamli o'zgartirgich ATSP yoki ruschasiga analog цифровой преобразователь, inglizchasiga analog digital converter qurilma asosida bu raqamli signalga o'tkaziladi va undan keyin bu jarayon qanday amalga oshirilishini o'tgan darslarda aytib o'tganman, yana bir bor aytib o'tishim mumkin. Dastlab chastota bo'yicha namuna olish, undan keyin kvantlash jarayoni bo'lib o'tadi. Undan keyin kodlash asosida bizni raqamli signalimiz paydo bo'ladi. Dastlabki ishlarimiz, ya'ni bosqichi, oldindan qayta ishlash bosqichi, bu bilamizki, har qanday tovushli audio axborotimiz bu o'zining shovqini bilan paydo bo'ladi. Bu degani, ya'ni asosiy signalimiz o'zini filtrlash jarayoni nazarda tutiladi. Bunda ya'ni asosiy signalimizda ham ozgina bo'lsa ham shovqin mavjud bo'ladi. Bu nisbatni aniqlash uchun signal shovqin nisbati yaxshilash nazarda tutiladi. Ya'ni agar shovqinimiz qanchalik yuqori bo'lsa, ushbu signal nimasida ushbu rasmda ko'rishimiz mumkin. Signalni, asosiy signalni shunday tarzda tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu joyini agar shovqin nisbatida shovqin deb nazarda tutsak, bilamizki, agar shovqinimiz kattalashib ketadigan bo'lsa, unda asosiy signalimizni yopib qo'yishi yoki to'sib qo'yishi mumkin. Bu joyda aynan shovqin nisbati ortib ketishi nazarda tutiladi. Normalizatsiya qilish nazarda tutiladi, ya'ni amplitudasi bo'yicha, dinamik diapazoni va ovoz sifati bo'yicha normalizatsiya qilish jarayoni nazarda tutiladi. Xususiyatlarni ajratib olish, aynan xususiyatlari mel frequency capital Kestrel koeffitsiyenti yoki spektral tahlil bo'yicha va energiya parametrlari bo'yicha xususiyatlari ajratib olinadi. MFCC koeffitsiyent bo'yicha sal keyinroq keyingi slaydlarda ma'lumotlar berib o'tiraman. Spektral tahlil bo'yicha esa bu spektral tahlilni o'tgan darslarda, o'tgan videolarda ko'rishingiz mumkin. Fourier transformatsiya yoki Fourier o'zgartirish bo'yicha yoki undan boshqa Fourier almashtirishdan boshqa transformatsiya usullari mavjud. Wavelet yoki Hara yoki kosinus almashtirishlar va shu tariqa signalni chastota domeniga o'tkaziladi va spektral xususiyatlari ajratib olinadi. Holbuki xohlagan signalimiz bo'lsa, uning energiyasi mavjud va shu energiya bo'yicha buni o'rganishlar aynan mana shu parametrda ko'rishimiz mumkin. Akustik modellashtirish bu nima? Bu audio signalni fenomenal nutq eng kichik birliklar bilan bog'laydigan jarayon hisoblanadi.
zamonaviy tizimlarda chuqur neyron tarmoqlaridan, xususan long short term memory va transformator arxitekturalaridan foydalaniladi. Bir qancha xususiyatlar, bir qancha tasnifi mavjud. Akustik modellashtirishni internet tarmoqlari, brauzerlar asosida o'rganishingiz mumkin. Alohida bitta katta mavzu hisoblanadi bu. Shu tariqa akustik modellashtirish asosiga ko'ra bizda til modellari shakllanadi va til modellari asosida modellarimiz, har bitta modelimiz o'zining kodlash va dekodlash xususiyatlariga ega bo'ladi. Til modeli nima? Bu neyron tarmoqlar asosida tilning ma'lum bir so'zlar ketma-ketligi asosida so'zlarni qaysi tilda bo'lganligi bo'yicha modelini shakllantirish. Biz bilamizki, rus tilida, ingliz tilida yoki o'zbek tilida qandaydir laqcha, shevalar bo'yicha so'zlar shakllanadigan bo'lsa, bu so'zlarni qaysidir qolipga tushishi aynan modellashtirish deb aytiladi. Qolip asosida shakllanishi, aynan qaysidir qolipga mos bo'lishi aynan shu modellash jarayoni hisoblanadi. Dekodlash, albatta dekodlash algoritmi bo'yicha, ya'ni modeldan shakllangan har bitta kodlar ketma-ketligi dekodlash jarayonidan keyin ma'lum bir qolipga tushish asosida mana shu so'zlar ketma-ketligi bizada matnni shakllantirib beradi. Ya'ni til modeli bo'yicha shakllangan, masalan, qandaydir so'zlar asosida gapiryapman, shu so'zlarimni matn shakliga o'girish jarayoni qanday bo'ladi? Dastlab bu so'zlar ketma-ketligi model, qaysidir modelga, ya'ni men o'zbek tilida gapirayotgan bo'lsam, o'zbek tili modeli bo'yicha bu so'zlar ketma-ketligi matn shakliga o'tkaziladi. Ya'ni dekodlash, ya'ni kodlar asosida qandaydir so'zlar akustik tovushlarni qaysi tovushga, qaysi harfga to'g'ri kelganligi bo'yicha kodlar asosida, algoritm asosida bu so'zlar matn shakliga keltiriladi. Ya'ni yakunda ana shu kodlarning ketma-ketligi bo'yicha matn shakllanadi. Endi shu asosida bizada nutqni tanib olish tizimlari paydo bo'lgan. Ya'ni bizda hozir zamonaviy Siri, Alisa, Google Assistant kabi bir qancha kundalik hayotda ishlatiladigan bir qancha tizimlar mavjud. Ya'ni ularda bemalol suhbat qilishimiz mumkin ular bilan bemalol buyruqlar bajarish yoki qandaydir savol javoblar qilishimiz mumkin. Bu aynan zamonaviy texnologiyalarning rivojini shu qurilmalarda ko'rishimiz mumkin. Endi bu bevosita ovozli yordamchilar hisoblanadi. Tibbiy transkripsiya tizimlarida va qal markazlarida bevosita qo'llanilib kelinmoqda nutqni tanish tizimlari bo'yicha. Tibbiyot qurilmalarida signalni qayta ishlash, yuqorida aytib o'tgan misolimdan yuqori tasnifi, ya'ni tasdig'i sifatida tibbiyot qurilmalarida signal aynan shu tizimlar, ya'ni signalni qayta ishlash yuqori talabchanlik bilan alohida o'ringa ega. Ya'ni tibbiy monitoring qurilmalari bemorning hayotiy ko'rsatkichlarini doimiy ravishda kuzatib boradi va ma'lumotlarni raqamli signallar shaklida yozib boradi. Bu degani nima? Ya'ni agar yurak urish datchiklari asosida kardiogrammik signallar bo'yicha inson o'zining yurak salomatligini o'zining smartfonida ko'rib borishi yoki shaxsiy doktori bu narsani nazorat qilib borishi aynan signallar bo'yicha, signallar qabul qilish va qayta ishlash bo'yicha aynan mana shu slaydimizga misol bo'ladi. Undan tashqari ovoz yoki yurak urish tempini yoki bo'lmasa miya signallarida miya faoliyatini raqamli ko'rinishda tasvirlash uchun aynan tibbiyot signallari qayta ishlash muhim rol o'ynaydi. Yuqorida aytib o'tganim yurak qon tomirlarini kasalliklarini oldini olishimizda bizda elektrokardiogramma, EKG signallari nazarda tutiladi. Ya'ni EKG signallarni qayta ishlash, EKG signallarni o'rganish bizda muhim hisoblanadi. Bu qanday amalga oshiriladi? Dastlab
elektrodlar terining yuzasiga joylashtiradi va yurak elektr faoliyatini o'lchaydi. Ma'lum bir chastota oralig'ida bu signallar, tovush signallari asosida mana bu chastota, qandaydir chastota bo'yicha bu yurak urishi o'rganiladi va bu raqamlashtiriladi. Ya'ni qaysi chastota oralig'ida qancha vaqt oralig'ida bu tebranish yuzaga kelyapti. Undan tashqari boshqa miya faoliyatini o'rganuvchi signallar ham mavjud. Endi bu tibbiy signalni qaytash algoritmlari bor. Bir qancha algoritmlar bor. Ularning har biri o'zining tasnifiga ega. Endi yuqorida aytib o'tgan signallarni qayta ishlashimizda bevosita bu signallarni shovqin kamaytirish usullari kerak bo'ladi. Ya'ni tibbiyot signallarni vaholanki boshqa umumiy signallarda kamaytirish zarur bo'ladi. Bunda asosan tibbiyot signallarini shovqinni kamaytirishda adaptiv filtrlar, to'lqincha filtrlar, ya'ni discrete wavelet transformer yoki morfologik filtrlar ishlatiladi. Xususiyatlarni ajratib olish texnikalari. Bu bevosita bu usullar, bu narsalar aynan asosiy signalimizni ajratib olish uchun ishlatiladigan usullar hisoblanadi. Tibbiyot signallarida mashinani o'qitish qanday amalga oshiriladi? Bu nazorat nima kerak? Ya'ni bu mashinani o'qitish aynan tibbiy signallar uchun qanday ahamiyatga ega? Bu sun'iy intellekt yoki boshqa yondashuvlar ma'lumotlar murakkab qismlarini aniqlash uchun va aniq tashxis qo'yish uchun ishlatiladigan tizimlardir. Ya'ni mashinali o'qitish yoki sun'iy intellekt tizimlari. Endi audio signal turlari. Endi dastlab biz sal murakkabroq nimalarga o'tamiz, tushunchalarga o'tamiz. Ya'ni dastlabki qabul qilingan audio signallarni turlari, umumiy holatda signalni audio ma'lumotlari ichidagi audio signalni turlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni nutq signallari yoki musiqa signallari yoki muhit tovushlari. Nutq signallari bu ovozimiz, inson ovozi, bu asosiy nutq signal hisoblanadi. Bu xohlagan inson ovozi bu nutq signal bo'lishi mumkin. Endi musiqa signallari bu cholg'u asboblaridan, musiqa asboblaridan vokal tovushlari bu aynan musiqiy signallar hisoblanadi. Ya'ni chastota bo'yicha nutq signallar 100 Hz dan 8 kHz gacha bo'lishi mumkin. Musiqiy signallar 20 Hz dan 20 000 kHz gacha. Umumiy holatda inson qulog'i 20 Hz dan 16 Hz dan 20 000 Hz gacha bo'lgan diapazonda signallarni qabul qila oladi. Muhit tovushlari bu tabiatdagi shamol, yomg'ir, mashina shovqini, qurilish tovushlari bu muhit tovushlariga kiradi. Audio signallarni qayta ishlash algoritmlari, bir qancha algoritmlar mavjud. Har bir algoritm o'zini ishlash qonuniyatiga, ishlash ketma-ketligiga ega. Endi bilamizki, xohlagan signalimizni tahlil qilishda aynan spektral tahlil muhim ahamiyatga ega. Spektral tahlilda yuqorida aytib o'tganimdek bir qancha diskret Fourier transformatsiyasi, tez Fourier transformatsiyasi, kosinus, diskret kosinus transformatsiyasi, kosinus transformatsiyasi va velvet o'zgartirish, ya'ni velvet transformatsiyasi kabi bir qancha tahlil qilish usullaridan foydalaniladi. Bu tahlil qilish usullari aynan matematik tasnifiga ega. Ya'ni matematik algoritmik tasnifiga ega. Yuqorida aytib o'tgan tahlil qilishdan keyin bizda bir qancha koeffitsiyentlar paydo bo'ladi, ya'ni xususiyatlari paydo bo'ladi. Ana shu xususiyatlar bo'yicha signalimizni qayta ishlashimiz yoki signalimizni qayta sozlab olishimiz mumkin. Eng birinchi xususiyatlardan bittasi bu mel frequency cepstral koeffitsiyentlari, ya'ni ovoz signalidan inson qulog'i qanday eshitishini hisobga olib olinadigan sonli xususiyatlari, ya'ni ovozni kompyuter tushunadigan raqamlar to'plamiga
bo'yicha koeffitsiyentlar shakllanishi tushuniladi. Bu koeffitsiyentlar bo'yicha alohida prezentatsiyamiz mavjud, ya'ni ushbu prezentatsiyamizda to'laqonli tushuntirib o'taman. Ya'ni bu ovoz signal tahlil qilish va nutq tanish uchun ishlatiladigan xususiyatlar hisoblanadi. Ovoz signalidan olinadigan raqamli koeffitsiyentlar, ya'ni nima uchun kerak bu? Nutqni tanish uchun, speaker aniqlash uchun, ya'ni gapirayotgan inson kimligini aniqlash uchun, ovozli buyruqlarni tanib olish uchun, shovqinni tahlilini amalga oshirish uchun kerak bo'ladi. Buni bosqichi qanday? Bu koeffitsiyentni olish, ya'ni bu koeffitsiyentlarni o'rganish bosqichlari qanday? Bir qancha bosqichdan iborat. Birinchi bosqichi ovoz signalini olish, ya'ni mikrofon orqali yozilgan vaqt bo'yicha signalni qabul qilish. Undan keyin yuqori chastotalarni kuchaytirish asosidagi prefaces bosqichi. Undan keyin freymlarga bo'lish bosqichi, ya'ni ma'lum bir mikrosekund, 20 yoki 30 millisekundlargacha freymlarga bo'lish bosqichi. Undan keyin oynalar bo'yicha buni aniq bir qismlarga, ya'ni tahlillarga bo'lish bosqichi, silliqlash bosqichi. Undan keyin vaqt sohasidan chastota sohasiga, ya'ni Fourier transformatsiyasi yoki kosinus transformatsiya yoki Wavelet transformatsiya asosida buni tahlil qilish. Keyingi bosqichi bu 6-chi bosqich, bu mel shkalasi bo'yicha chastotadagi shkalani mel shkalasiga o'tkazish bosqichi hisoblanadi va undan keyin filtrlash bosqichi, mel filtri bo'yicha tahlil qilish va logaritmik qiymatlarni shakllantirish. 8-9 bosqichi diskret kosinus o'zgartirish bo'yicha yana qiymatlarni shakllantirish va yakuniy bosqichda har bir frame uchun kamida 12-13 ta koeffitsiyentni olishimiz aynan FEC koeffitsiyentlarni shakllantirishni nazarda tutadi. Endi bizada audio signalni bo'yicha amaliy dasturlar mavjud. Har bitta amaliy dastur nima uchun, qaysi tizimlarda uy avtomatizatsiyasida audio ishlab chiqarish yoki eshitish apparatlari yoki avtomobil tizimlarida qo'llaniladi. Har bitta tizim, ya'ni audio signallar qaysi joylarda ishlatilishini, bir qancha joylarda ishlatiladi, bir qancha tizimlarda ishlatiladi. Misol tariqasida musiqani tahlil qilish qanday? Masalan, ritmik xususiyatlari bo'yicha yoki garmonik xususiyatlari bo'yicha bu har bir musiqani tahlil qilish mumkin. Masalan, xususiyati tempo yoki breath straight qismi yoki concentrate qismi va hokazo bir qancha xususiyati mavjud. Ritmik xususiyatlardan bittasi, bir nechtasini aytib o'tdim hozir. Zamonaviy musiqa tavsiya tizimlari bu xususiyatlardan foydalangan holda foydalanuvchi ta'min o'rganadi va mos keladigan musiqani taklif qiladi. Signal shovqinni kamaytirish bo'yicha bir qancha usullar mavjud. Har bitta usul o'zining xususiyati va algoritmik ketma-ketligiga ega. Real vaqtda audioni qayta ishlash, bu tizimlarni o'tgan darsda ham tushuntirib o'tganman. Ya'ni real vaqt tizimda mavjud bir qancha приложение deymiz, ya'ni ilovalar mavjud. Bu masalan telefon qo'ng'iroqlari, videokonferensiyalar, jonli musiqani jonli holatda, onlayn holatda eshitish, aynan bu real vaqt tizimlariga misol bo'ladi. Video ma'lumotlarni ishlab berish asoslari, ya'ni raqamli video signallarning tuzilishi. Video ma'lumotlar biz bilamizki, zamonaviy video formatlari RGB, UV yoki bir qancha rang modellari bo'yicha shakllanadi. Aynan video ma'lumotni bilamizki, bu har bitta video ma'lumotimiz ichidagi bir qancha tasvirlarni ma'lum bir sekundlar ketma-ketligida shakllanishi, ya'ni rasmni minimum 1 soniyada 24 marta o'zgarishi biz bilamizki, 1 soniyali videoni shakllanish jarayoni hisoblanadi.
har bitta tasvirimiz RGB yoki U modeli bo'yicha shakllanadi. Endi bularni qayta ishlashimiz bir bevosita audio signaldan boshqacha shaklda tahlil qilish mumkin, qayta ishlanishi mumkin. Aynan shu modellarini tasnifi bo'yicha modelda ishlatilgan algoritmlar bo'yicha qayta ishlanadi. Aynan videoni endi qabul qilish yoki saqlash jarayoni bu aynan siqish texnologiyasi bo'yicha amalga oshiriladi. Siqishni turlari mavjud, siqish texnologiyalari mavjud va har bir texnologiya o'zining alohida qonuniyatiga ega. Standartlari, ya'ni saqlashdan keyin biz qaysidir standart bo'yicha uni saqlaymiz. Ya'ni bu rasmni, videoni qobiliyati, ya'ni standarti bo'yicha saqlanadi. Sifatidan kelib chiqib saqlanishi mumkin har bitta. Endi bizda motion estimation and compensation formati mavjud, slayd mavjud. Bu nima degani? Xohlagan audio signalimiz yoki xohlagan video signalimizni qayta tahlil qilish yoki qayta tiklash jarayonlarini nazarda tutuvchi tushuncha. Buning uchun alohida prezentatsiyamiz mavjud. Buni keyin alohida ko'rib chiqamiz. Motion estimation nima? Bu ketma-ket kadrlar orasida obyektlar yoki bloklar qanday va qanchaga siljiganini aniqlash jarayoni hisoblanadi. Ma'lum bir videoni yoki audio kadrni ko'radigan bo'lsa, qaysidir kadrlar ma'lum bir sekund, millisekundlarga siljishi o'rganiladigan tushuncha jarayon. Maqsadi harakatni aniqlash, video siqish samarali, video ma'lumotlar uchun video siqishni samarali qilish, oshiqcha ma'lumotlarni kamaytirish. Bu qanday amalga oshiriladi? Bloklarga bo'linadi, piksellarga yoki kadrlarga bo'linadi. Har bir blok alohida tahlil qilinadi. Vektor bo'yicha bu ko'rib chiqiladi va endi bu undan keyin tahlil qilish asosiga ko'ra har bitta blokda yo'qotilgan signalni yoki pikselni yoki blokni o'zini qayta tiklash jarayoni compensation deb aytiladi. Ya'ni topilgan motion vektor yordamida keyingi kadr oldingi kadrdan tiklash, ya'ni keyingi kadrni, yo'qotilgan kadrni oldingi kadrlar bo'yicha taxminiy algoritmlar bilan taxminiy nazarda tutib bu tiklash jarayoni hisoblanadi. Maqsadi nima bu motion compensationni? Bu farqni saqlash, kamaytirish, ya'ni video hajmini kamaytirish. Ikkala jarayon bir bo'lgan holatda umumiy harakatni topish nazarda tutiladi. Bu hozirda qayta yozish tizimlarida ko'p ishlatiladi. Ya'ni video fayllarni yoki harakat tizimlarini qayta yozish, qayta zapis qilish jarayonlarida ishlatiladigan tushunchalar hisoblanadi. Qayerlarda ishlatiladi? Video kodeklarda, YouTube tizimlarida, IPTV tizimlarida, video monitoring tizimlarida, kompyuter ko'rish tizimlarida ko'p ishlatiladi. Yuqorida siqish afzalliklariga ega, kam xotira sarfiga ega va sifat saqlanish nazarda tutiladi. Video sifatini baholash uchun yuqorida endi bir qancha xususiyatlar bo'yicha video sifati baholanadi. Bu signal sifatini signal shovqin nisbati bo'yicha, ya'ni qancha shovqin yuqori bo'lsa bu bizda signalimiz shuncha sifati past bo'ladi. Undan keyin yorug'ligi, kontraksiya bo'yicha qancha sifatli bo'lishi, aynan yorug'lik, kontraksiya bo'yicha keyingi xususiyat nazarda tutiladi va bu qanchalik metrikalar birlashganligi, bu sifatni yuqorida aytib o'tilgan sifatlar qanchalik bir-biriga mos kelishi asosiy bir xususiyatlaridan biri bo'ladi. Undan keyin bu tasvirlarni tanib olish tizimlari, ya'ni hozirgi zamonda biz bilamizki monitoring tizimlarida
ko'p ishlatilayotgan tasvirlarni tanib olish tizimlarida, ya'ni yoki bo'lmasa ko'cha-ko'yda ko'rishimiz mumkin. Universitet yoki korxona tashkilotida xodimlari uchun yuzni tanib olish tizimlari ishlatilgan, ya'ni turniket tizimlarida yoki ichkariga kirish tizimlari uchun aynan yuzni tanib olish tizimlari ishlatiladi. Bu bevosita monitoring, xavfsizlik ta'minlash uchun katta ahamiyatga ega. Bu tizimlarda ham xuddi tasvirni oldindan qayta ishlash, ya'ni rasm, JPEG ma'lumotlari uchun asosiy signal hisoblanadi, ya'ni tasvir signali hisoblanadi, ya'ni tasvirni oldingi tasvirlar bilan bir-biri bilan tahlil qilgan holatda bu dostуп, ya'ni kirishni ta'minlash uchun kerak bo'ladigan ishlar qayta ishlash tizimi hisoblanadi. Ushbu slaydda ko'rishimiz mumkin. Xususiyatlarni ekstraksiya qilish, ya'ni tasvir, video yoki matndagi eng muhim belgilarni ajratib olish jarayoni aynan bu nima uchun kerak? Ya'ni aniq kerakli signalimizni o'zini ajratib olish uchun kerak bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Convolution neyron tarmoqlari va sun'iy intellekt tarmoqlari aynan shu jarayonlarni tezlashtirish uchun bizda ishlatiladigan tushuncha hisoblanadi. Ya'ni sun'iy intellekt bu convolution neyron tarmoqlar, neural networks dastlab 2012-yilda rivojlanib, hozir Vision Transformers tizimlarida ishlatiladi. Undan tashqari bu jarayonlarda segmentatsiya ishlatiladi va bir qancha tasvirni tanib olish amallari bajariladi. Ya'ni yuzni tanib olish tizimlari qayerlarda aynan ushbu slaydda ko'rishimiz mumkin, qaysi joylarda nima uchun ishlatilishini. Undan tashqari real vaqt tizimlarida ishlatiladi. Real vaqt video tahlil qilish dasturlari, masalan, xavfsizlik monitoring tizimlarida, sport tahlil qilish tizimlarida va hozir bilamizki, futbolda asosan VAR tizimi ishga tushgan, ya'ni ushbu tizimlarda ushbu videoni tahlil qilish dasturlari ishlatiladi. Shuning bilan ushbu ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishib qolguncha